qishin yozin mana shu ahvol. Bir yil ichida kavlab tashlab, bir yil yo'q bo'lib ketish kerak emas. Kimga murojaat qilishimizni ham bilmaymiz. Qo'pol qoidabuzarliklarni amalga oshirganmiz, kamchiligimizni to'g'rilab beramiz. Atroflar o'ralmagan, mana qarang. Hech narsa yiqilib ketsa kim javob beradi bunga? Kim qaysi tashkilot javob beradi? Bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi. 3 kun ish muddatida kamchiliklarni bartaraf etib va'da beramiz. Bugun viloyatimizda markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta bu jarayonlardan aholiga sifatli va barqaror xizmat ko'rsatish maqsad qilingan. Biroq ayrim joylarda qurilish ishlarining o'z vaqtida talab darajasida bajarilmasligi yoki sifatsiz bajarilishi mazkur yo'nalishdagi islohotlarning asl mohiyatiga soya solmoqda. Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal nazorati inspeksiyasi tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida Samarqand shahrida umumiy uzunligi 12,7 va 7,6 kilometr bo'lgan issiqlik ta'minoti tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlarida tizimli kamchiliklar aniqlandi. Xususan, qurilish maydonlarida eng oddiy talab inson xavfsizligiga e'tibor qaratilmayotganligining o'ziyoq jarayonda mas'uliyatning qay darajada ekanligidan darak beradi. Hududlar maxsus belgilar va to'siqlar bilan o'ralmagan. Ishchilar esa himoya vositalari va maxsus kiyimlarsiz faoliyat yuritmoqda. Qolaversa, qurilishning texnik jihatlari ham jiddiy savollar uyg'otadi. Tarmoq tortish ishlarida kuzatuv kameralariga ishlatilgan o'sha temir beton ishlar loyiha talablari bo'yicha bajarilmaganligi, uning yon atroflari yetarlicha zichlanmaganligi, beton sirt tomonidan izolyatsiya ishlari olib borilmaganligi, maxsus himoyalangan tarmoq quvurlari bir-biriga bog'lanish joylari loyiha talablari bo'yicha, amaldagi talablar bo'yicha ulanmaganligi kabi qoidabuzarliklar aniqlandi. Bu esa kelgusida shahar infratuzilmasiga qo'shimcha muammolar keltirib chiqarishi tabiiy. Issiq suv ta'minoti o'tkazgan, lekin chuqurlarni yopmagan, ustini yopish kerak. Biz juda qiynalyapmiz. Yosh bolalar tushib ketishi mumkin. Mana bu yerda katta chuqur bo'lib yotibdi. Sartepa hududida ham xuddi shu ahvol. Mashinamiz bir necha bor chuqurga tushib ketib, chuqurda qolib ketib, juda qiyinchilik bilan chiqarib oldik. Belgilangan grafik asosida qilish kerak. Hamma joyni bir yil ichida kavlab tashlab, bir yil yo'q bo'lib ketish kerak emas. Misol uchun 1 kilometrni 3 oydami, 1 oydami muddat bilan chegara qo'yib, qolgan avtomashinalarga qandaydir yo'l belgilarini qo'yib, bu yerda ta'mirlash ishlari olib borilyapti degan. Mana shu Saydana hududi men o'zim bilaman 6 oydan oshdi. Qarib 8 oymi, 1 yilmi anig'i mana shu atrofda umuman chuqurlarni tekislab, yuzini asfalt qilib ketmayapti. Bundan tashqari, qurilish ishlari yakunlangach hududni tiklash masalasi ham e'tibordan chetda qolmoqda. Asfalt va beton qoplamalar, suv qochirish tizimlari va piyodalar yo'laklari qayta tiklanmagan. Natijada aholi uchun noqulayliklar ko'lami ortib bormoqda. 72-bog'chaga biz farzandlarimizni olib kelamiz. Qishin yozin mana shu ahvol. Atroflar o'ralmagan, mana qarang. Biron qizil nima territoriya bilan o'ralmagan. Bironta bolalar har kun bu yoqdan 500-600 ta bola o'tadi. Hech narsa yiqilib ketsa kim javob beradi bunga? Kim qaysi tashkilot javob beradi? Faqat aytamiz, quruvchilar bilan urush qildik. Ana bu yoqqa toshlar to'ktirdik, baribir yog'ingarchilikka yurib bo'lmaydi. Ballarning usti loy, vafsha qarab bo'lmaydi. O'shanga bironta tashkilot kelib, o'sha quriykon tashkilot kelib bu yoqda bir iloj qilib to'g'rilab ketishini iltimos qilamiz. Yana bir jiddiy holat. Qurib bitkazilgan ayrim issiqlik tarmoqlari gidrovilik sinovdan o'tkazilmagan. Bu esa tizim ishga tushirilganda kutilmagan nosozliklar kelib chiqishi ehtimolini oshiradi. Kuzatuv kameralarida esa tushish va chiqish uchun hatto oddiy zinalar ham o'rnatilmagan. Biz hozirgi kunda Buyuk ko'chada joylashgan 72-bog'chasi oldida qurilish ishlarini amalga oshiryapmiz. Qurilish va kommunal xo'jalik nazorat inspeksiyasi tomonidan o'rganilganda kamchiliklarimiz aniqlandi. Biz bu kamchiliklarimizni to'g'ri hisoblaymiz hamda qilingan kamchiliklarimizni 3 kun ish muddatida kamchiliklarni bartaraf etib va'da beramiz. Hozirroq bu qilingan transiyalarda tuproqlarda qurilish xavfsizligiga rioya qilmaganmiz. Hozirroq qurilish xavfsizligida qo'pol qoidabuzarliklarni amalga oshirganmiz, kamchiligimizni to'g'rilab beramiz. Hamma qilingan kamchiliklarni bartaraf etib hammasini to'g'rilaymiz. Shu bilan birga shaharning So'g'diyona massivi va mikrorayon hududlarida tortilayotgan tarmoqlar ayrim ko'p qavatli uylar va ijtimoiy obyektlarga ulanmagan holda qolgan. Ushbu holatlar bo'yicha inspeksiya tomonidan o'sha buyurtmachining texnik, mualliflik nazorat xodimiga yoki pudratchining ichki nazorat xodimlariga bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi
hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlari bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha da'vatnomalar rasmiylashtirildi. Nazorat tadbirlarimiz davom etadi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi jiddiy kamchiliklar qurilish sifatini pasaytirish bilan birga kelgusida tizim barqaror ishlashiga ham jiddiy xavf tug'diradi. Aniqlangan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik esa katta moliyaviy va texnik yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.